Har bir qadamimizda shunday bir saxiy insonlar bilan jolqitirib atgan Allohga ming shukrlar bo'lsin do'stlar. Bugun Qo'jyeldamiz, ya'ni qatorimiz yanada kengayib o'tiribdi. Javlandor jamoatida mehmondamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Javlan qalay qilasiz? Yaxshi ko'raman. Kecha telefonimizda sovetimiz juda ajoyib davom etdi Javlan. Qatorimizga kelib quvonchlimiz. Javlan, to'g'ri maqsadga o'tayin. 2025-yilda hozirga sog'batgan eng so'nggi joyimiz qolgan. Kecha yaqinda ikki joyimiz topshirganmiz. Odatda joylarimizga o'sha kunga deyim temir eshiklar qo'yib keldik. Bu safar hozirgi topshirатын joyimizda, yaqin arada topshirатын joyimizga ulkan darvoza kerak. Оның eng qiziq jeri biz uni xalqdan sir tutganmizda. Сол себепті сәл qiyinchiliklarda bo'lib turibdi. Sizga kelganimizning maqsadi bizga ulkan bir darvoza kerak. Bo'ldi ağa, darvoza bo'lsa, darvoza. Javlan, lekin nima degan jeri bizda 15 kun vaqt bor. 15 kunning ishinde tayyorlab o'rnatib ulgurishimiz kerak. Bo'ldi ağa, 15 kun bo'lsa, 15 kun siz joyda sir tutib o'tirgan ekansiz. Biz sizdan darvozaning dizaynin sir tutsak qanday bo'ladi? Bo'ldi Javlan. Unda sirga sir bo'ladigan bo'lsa, albatta 15 kundan so'ng xalq bilan birgalikda Javlanning bizden sir tutgan, sizden sir tutgan darvozasini ko'ramiz. Miniki ağa, sizden xalqdan sir tutgan darvozamiz akelib o'rnatib berdik. O'zingiz bahasini bersangiz bo'ladi. Allah razı olsun. Mehrda aralashtirib istaganingiz ko'rinib turibdi. Qisqa 15 kun ichida jan-jaqtingizga ishlab bilib o'tirgan ulgurib qiyin vaziyatda bizda shunday situatsiyadan chiqarib atsa Allah razı olsun. Javlan, har doim o'zimga bir narsani so'raymiz odamlardan, sex bo'lsin, magazinlardan bo'lsin so'ramoqmizda. Zo'r zatlarga erishsak, dushi deydi-ku bir videolarimda reklama qilib, usunus qilib ketaman kerak bo'lsa-da. Sol qatorda do'stlar o'zingiz ko'ring, bahasini bering darvozaning 15 kun muddat ichida shunday chiroyli safali darvozani Javlandor jamoatidan qabul etib aldık. Kerak bo'lsa sizlar da uyingizda o'rnatmoqchi bo'lsangiz, shunday darvozalarda, eshiklarda navis, reshotka deysizmi, temir o'yinlarni islanadigan barlig'ini Javlandor jamoatine zakaz qilib bersangiz bo'ladi. Javlan, telefon nomeringda agar ruxsat bo'lsa yozib qoldiraman. Bo'ldi. Har doim aytaman, biz bilan birga bo'ling do'stlar. Safimiz yana bir martaba kengayib atgandan quvonchimiz ham yanada imkoniyati borlarda biz bilan birga sizlarga chaqirib qolamiz.